ukamiz Abdulloh keldi. Lavabo mashinasiga tuniga qo'yib berdik. O'yinimizda ishtirok etyapti. Eldik, $100. Yangilab qo'ydik. Ishlari raqam berdi. Hozir bittalik bo'lib qoldi, sababi $100 mayda pullarni maydalab qo'shib yubordik, imkoniyat ko'paysin deb. Bitta raqam aytsangiz, aytganingizdan keyin ham bitta alashtirib turib, xohlasangiz tagidan, xohlasangiz tepasidan sanab beramiz. Ayting. 47. Xo'p. Qaysi tomondan sanaymiz? Bular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Niyat yomon ketib qoldi. Bo'ldi, albatta. Aka rahmat katta. Kelaverasizlar.